Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa görüyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağı 2023 yıl 12. ayının 21. günü vatandaş. 12. ayının 21. günü haftaga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz nima deseniz, bugünkü vaziyetimiz Cumhur'un Tashqi ishlar ministri Wang Filippin hükümetiga qattiq ogohlantirish berdi. Açı yo'lga kelib qoldi. Cumhur Filippin munosabati. Sizlar tanlashga duch keldinglar dedi bu. Qaysi darajadagi popuza, endi buning darajasi, bu shu popuzaning darajasi keyin qandaq natija berdi, buni bilgili olmaydi. Atagan ko'rimiz vatandoshim. İkinci bir vaziyet. Bu nima deseniz, hozir Rossiya Federatsiyasining vaziri Mikhail Mishustin Cumhurni yana bir qatim ziyorat qildi. Bu ziyoratda Reis Xi Jinping avval Li Qiang bilan ko'rishdi. Vazir uningdagi Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Bu Rossiyaning Cumhurni ziyorat qilishi bek ostidan orqa-orqadan bo'lib ketdi. Buning siri nima dedi vatandosh? Men buni bir taraf qilaman, tahlil qilib o'zimcha. Siz o'zingiz o'ylab boqing, kayni-kaynidan bir ishga davlat o'rtasidagi munosabat bu darajada bo'lmaydi-da hisobladir. Normal 5 yilda, 3 yilda bir qatam ko'rishib olsin bo'ladi. Lekin 1 yil ichida buncha ko'p munosabatda bo'lishdan o'zi bir gapdan, bu bir vaziyat. Bugun sizlarga shu nuqtada leksiya so'zlaymiz vatandoshlar. Bunda birinchi mavzuyimiz nima bo'ladi desangiz, Janubiy Jungo dengizi masalasi besqimida. Jungo Filippinga hozirgacha eng qattiq ogohlantirish berdi. Mavzuli xabar 12 ayning 21 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Filippin bilan Jungoning dengiz usti talash tortishi kun sayin keskinlashib ketdi. Biz buni 11 ayning 9 kuni, 10 kunidan hisoblasak, 12 ayning 9, 10 kunda hisoblasak, bugun hisobda hozir 20 shu 10 kun ichida Filippin bilan Cumhurning munosabati haqiqatan jiddiylashdi. Bu qatim Cumhurning tashqi ishlar vaziri Wang Yining bergan ogohlantirishiga qaraganda alpozi yomon, popuza darajasi nihoyatda kuchli. Bu qandaqdir Filippin bilan Cumhur o'rtasida bo'layotgan keskin talash tortish dengiz territoriyaga shuning bilan munosabatlikmi yoki bu Cumhurning ichki ish bilan munosabatlikmi? Masalan, Cumhurning ichki vaziyatining taraqqiyotiga taqobil turolmaydigan va yoki buni besiqtirishga ko'zi yetmaydigan va yoki hozir Cumhurni jiddiylashtirayotgan iqtisod masalasidagi chekinish masalalariga qanday taqobil turish va iqtisodni qanday kontrol qilish chekinishini mumkin bo'lmagan ahvol sharoit aslida ondan ordu ichidagi amaldorlarning o'zaro huquq talishi yoki o'zaro ko'rishi bir huquq talishish emas. Hozirgi vaziyatda masalan Cumhur kompartiyasining ichki qismida Amerika Cumhur munosabatiga qanday pozitsiyada bo'lish navbatdagi vaziyatda hal qiluvchi masala. Amerika Cumhur o'rtasidagi savdo munosabatlari qanday muomalada bo'lish, Amerika Cumhur o'rtasidagi kishilik huquq to'g'risida fikr bayonlar qanday munosabatda bo'lish. Buningda birlik kishi so'zlisi bo'ladi deyilsa, masalan Markaziy komitetning sekretari Reis Xi Jinping so'zlisi bo'ladi desa, buning yo'li boshqa gap. Lekin boshqa rahbarlarmi bu to'g'rida fikr qilishga huquqli bo'ldi yoki o'zining siyosiy tashabbusini o'ttirib qo'yishga huquqli bo'ladi. Buni siz Cumhur kompartiyasi kollektiv rahbarlik degan narsa ishga oshirib bo'lmaydi.
Dal muşundaq vaqtdan işki cihetlik talaş tatış, taşqi vaziyet, işki vaziyet aldıda Cungo hükümeti zaten Filipin'e bire hareket kollanışqa tayyorlik qilib atamda qandaq degan gap endi. Hozir nim deydi Wang Yi, mundaq deydi qarang. Filipin Cungo munosabati ochiq yo'lga kelib qoldi. Qaysi tarafga menish va qaysi tarafni tanlashga duch keldi. Filipin taraf Pokistonni hurmat qilish kerak. Filipin vaziyatni xato hukm qilmasligi kerak. Filipin öz beşimchilik qilmasligi lozim. Yaman g'arazlik chet el kuchlari bilan til biriktirmasligi lozim. Hesapda 2022 yıl 6. aydan başlap Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Filipinning munosabati yangi bir davrga kirib keldi. Vatandosh tunugullati masalan sizlarga Gaaga Yakimlar sotining bu deniz talash statusi to'g'risida 2016 yil 7-nji chiqqan qarori ustida to'xtaldik. Buning munosabatlik jiddiy holda Amerika Qo'shma Shtatlari hozirgacha e'tirof qilmagan, imzo chekmagan Deniz Okean ahdnamasiga imzo chekdi. Bu intayin zo'r o'zgarish vatandosh. Endilikda to'liq va g'o'lliq gap qila oladigan bo'ldi Filipin Jungo munosabatlar to'g'risida. Yani 2022 yılı 6. ayda Amerika Qo'shma Shtatlari Filipin bilan munosabatni yaxshilagandan keyin Filipin o'tganda so'zildi-ku 9 o'rinda harbiy bazani ochib etdi Amerika uchun. Endi bugun vaziyat eng oxirgi chekda hozir Wang Yi nim dedi, ana tanlab elishi lozim. To'g'ri ehtiyotchan bo'lishi lozim. Buningga Filipinning tashqi ishlar ministri o'rlab ketishni. İki davlat o'rtasida Jungo bilan Filipin o'rtasidagi bu keskin munosabatning o'rlab ketishini cheklashimiz, muayyan doira cheklab qilishimiz, to'qinishdan saqlanishimiz lozim. Hadi bu xalqaro hozirgi diplomatiya asosi takrorlangan so'z bilan takrorlandi. Gapcha mushtarikda shu navbatda Jungoning alpozi nimishqa bundaq tuyusiz o'rlab ketdi. Filipinning pozitsiyasi bundaq bo'lib ketdi degan savolni qo'yish haqliqmiz vatandosh. Hozir hesab shu narsa esimizga keling. Chimpokongni bir qatimliq so'ziga leksiya nima dedingiz? Siz Filipin bilan Jungo talashayotgan orol, hozirgi mening sening deb talashayotgan suyuzik orol, Jungo territoriyasiga 1000 kilometr oraliqdagi orol ekan. Tushundingizmi? Lekin bu orol Filipin davlatiga 300 kilometr oraliqdagi orol ekan. Undaqda bu orol qaysi davlat tava bo'ladi vatandosh? Jungoga 1000 kilometr oraliq, Filipinga 300 kilometr oraliq. Bu orol zada qaysi davlatga tava bo'ladi? Siz mushuning dilni xulosa chiqarib olsangiz bo'ldi. Anda kimning tajovuzchilik qilmoqchi bo'layotganligi, kimning bu rayonda parakandizlik paydo qilayotganligini qaror qila olasiz vatandosh. Anda ikkinchi bir xabarimiz Amerika Jungo munosabatiga bog'liq qoldi. Jiddiy bir xabar tarqaldi. Prezident Joe Biden Jungo bilan yana savdo urushi qiladigan bo'ldi. Mavzuli xabar 12 ayning 20 kuni Wall Kechisi gazetida e'lon qilindi. Shuningdek keyin Vanbe to'g'ri betida e'lon qilindi. Bu xabar nima deyildi desa, hozirgacha sobiq prezident Trump davrida 300 million dollarlik Jungodan import qilingan tovarlarga boj qo'yishning saviyasini ya undaq o'zgartmay, ya bundaq o'zgartmay, uning normasini shu saviyada saqlab keldi prezident Joe Biden hukumati deyiladi. Endi bugunlarda yangidan paydo bo'lgan bir hodisa. Nima desangiz, avval bu Yevropada ko'tarildi. Masalan, von der Leyen xonim Yevropa İttifaq komitetining rais Beijingni ziyorat qilganda birinchi qatim so'zga o'tirib qo'ygan masala nima desangiz, Jungoning elektrik mashinasi hozir Yevropada baho masalasi, raqobat masalasi deb masala keltirib chiqardi. Chunki buning bahosi arzon, uning nurg'un tarafin davlat o'zi to'lab berdi pulni. Bu arzon bahoda bu mashina Yevropa bozorida raqobatga kirdi. Norozi edi. Endilikda bugunlardan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati dal mushu masalada masalan Jungoning elektrik mashinasi, ondan quyosh taxti energiyasi masalasi
Anda şu elektrik maşininin bataryası işlep çıkarış meselesi boyunca tamojni bejini yuqori ko'tarish. Demak, bundan keladigan dalolat nima? Tamojni bejini yuqori ko'tarish degan gap, ya'ni Jungo'li Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasida savdo urushi boshlandi degan gap. Endi bunun qiziqarli tarafi qaysi desangiz, biz sizga so'zlab kelyapmiz Jungo'ning iqtisodiy ahvoli shunaqa. İqtisadi ahvoli shundoq paytda, shundoq holatda turganda, endi istilab Amerika bilan Jungo o'rtasida savdo urushining boshlanishi bu yana bir gap bo'lib qoladi vatandoshlar.